Koreyskiy Kia K5 oldi farasi. Bilarmidingiz, Kia K5 faqat Koreyada emas, Xitoyda ham ishlab chiqariladi. Xitoy sborkasi O'zbekiston bozorida juda ham ko'p. Xitoy sborka bilan koreyskiy sborkani farqi bor. Bir-biriga butlovchisi tushmaydi. Bugun ko'plab talab va istaklardan kelib chiqib, keng assortimentda Kia K5 Xitoy sborkani eng kerakli butlovchilar keldi. Videoni o'tkazmay turing, assortiment ko'rsataman. Sodda qilib aytganda, Malibu Premier Koreya bor, Malibu XL Xitoy sborka bor. Bu ham xuddi shu singari ko'p butlovchilar bir-biriga tushmaydi. Ko'rishingiz mumkin, Kia K5 Xitoy sborkalari uchun ichki kompaniyani turbina radiatorlari kelgan. Bundan tashqari, konditsioner va suv radiatorlari, oldi fari, tumanlik va orqa stop chiroqlari, matoviy rangda yangi eshiklar, glushiter, parok, krilo, kapot, hattoki panoramasigacha kelgan. Qisqa qilib aytganda, moshinangiz Xitoy sborka bo'ladimi, koreyskiy sborka bo'ladimi, farqi yo'q. Deyarli barcha butlovchi qismlari sotuvda bor. Va asosiysi, bu yer optim joy. O'z-o'zidan arzon narxlarda chiqadi. Azizlar, videoga like bosib, koreyskiy, Xitoy, Kia, Hyundai haydaydigan barcha tanishlarga ulashib qo'ying. Kimga qiziq bo'lsa, ehtiyoj bo'lsa, video pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Bunaqa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifaga obuna bo'lib qo'ying.